Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan YouTube'da noldan stream qilish haqida qisqacha gaplashib olamiz. Mana shu qisqa video davomida sizlarga ko'proq ma'lumot berishga harakat qilaman. Videoga like bosib, obuna bosib qo'ygan bo'lsanglar, unda boshlaymiz. Xo'sh, biz birinchi navbatda YouTube'ga kirib olamiz va o'rtasidagi mana bu plus belgisini bosamiz. Kirib olgandan keyin jolli bo'limiga o'tamiz. Va mana bizada deyarli tayyor deb tepasida yozib qo'yibdi. 50 ta obunachiga erishish va jolli streamni ochish uchun ko'proq shorts yarating deb qo'yibdi. Sizlar ko'proq 20 tadan ko'p shorts yaratishinglar kerak va 50 ta obunachidan ko'p yig'ishinglar kerak. Shundan keyin sizlarga mana bu jolli bo'lim ochiladi. 50 ta obunachi keyin qaysi ilovada stream qilish haqida gaplashamiz. O'zim tajribamdan kelib chiqib qiladigan, o'zim nima qiladigan ilova bu Prism Live. Prism Live'ga kirib olamiz va mana bu joyda kamera, ya'ni sizlarni yuzinglarni tushiradigan kamerada shu atrofda tushiradigan mana bu screen esa sizlar ekranni tushirib beradi sizlarga. Screenni bosamiz va tepasidagi nastroyka belgisini bosamiz va uni ichiga kirib olgandan keyin mana shunaqa nastroyka qilib ekranni kattalashtirib, kichiklashtirish mumkin. Va mana bu joyda tepasidagi plusni bosib chat qo'shishimiz, web qo'shishimiz va rasm qo'shishimiz mumkin. O'zingizlarning Telegram kanallarini yoki boshqa narsani nimasini webini qo'shib qo'ysanglar bo'ladi va bu joydan biza Go Live'ni bosamiz va streamga to'g'ridan-to'g'ri stream yonadi. Birinchi navbatda boshida aytib o'tganimdek, sizlar streamni yoqishinglar kerak, 50 ta obunachiga erishishinglar kerak. Ko'proq shorts qo'yishinglar kerak. Shunda sizlarda stream yonadi va ana shu yongan paytingizda nomer ulaysiz unga. Lekin bitta narsani ogohlantirib qo'yaman, nomer inglizcha ham kelishi mumkin. Shuning uchun nomer ulayotgan payt yoningizda ingliz tilini biladigan do'stlar bo'lishinglar kerak yoki-da translate nimadir qilib olishinglar kerak. Video shundan iborat edi. Sizlarga foydali ma'lumot berdim deb o'ylayman. Videoga like bosib, obuna bosib, podpishkada bo'lib turinglar. Bundan ham sizlarga kerak bo'ladigan videolarni chiqarishda davom etaman. Shu qisqa video davomida sizlarga yaxshi ma'lumot berdim deb o'ylayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.